熟睡在你温柔的怀抱，翱翔的雄鹰从不害怕，按着你的手轻轻地拍打，我知道这里是我的家。我来不及想要长大，可是长大，终于长大，却回不去了。我来不及想要出发，可是阿南在哪里啊？ Aldırap birinci qıtım basmaytım maqıdım qulam sel işte. Çıktı qaldım ya. Qağın özən qara, yeni desek yeni şu gep. Nece şu? Toxta, başqalarına deydigan gepi Koş. Qamat sen ürgən Sizin grupladımı mı şunda balla boz buludu şunda mı? Sizler romantik berip talış beringlar, to'g'ri qilinglar. Mening talishim bo'lsa Adile eslas. İpek yolu sardasın, suyunu yok şidrasın, kuş havazla sevdasın. İpek yolu sardasın, İpek yolu sardasın, suyunu yok şidrasın. Salam, ekran aldidagi ko'rman do'stlar. Naq maydondagi ustozlar, shundaqla tomoshabinlar. Ushbu damlarda huzuringlarda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Tilak mablag' silish boshqarish chekti sherikti birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya tor universal san'at programmasi 7-qaror Wojun Ipak yo'li sadosi. Men riyosatchi Umidvor Mahmud. Xinjiang Wojun so'l chekti sherikti programmamizning tajdorligini oldi. Programmamizni Xinjiang miros sherikti alohida talab qildi. Programmamiz bilan Xinjiang Kamal so'l chekti sherikti strategik hamkorlashdi. Programmamizni Xinjiang boshbarmoq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uli sherikti alohida qo'lladi. Xinjiang Ramnidar xalqaro so'l chekti sherikti programmamizga yaqindan yordam berdi. Tuanda sahnaga chiqmoqchi bo'lgan Mahirning nomeri 204 Arlingsi. Qani sahnamizga marhamat. Muborak bo'lsin İlyar, xush keldingiz. Rahmat. Tayyorliklar puxtimi? Puxta yaxshi. Bo'ldi shunaqo. Mushu qolgan o'taga Mahirlarga deydigan qanday yurak so'zingiz bor? Hammamiz cho'qim natija qazinib qaytaydi. Bugungi ifodangizning texim yaxshi bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. Marhamat. Yaxshimisizlar ko'pchilik. Men o'zim qaramaydan kelgan İlyar Baxtiyor bo'lman. Bu qitimliq 7-qaror Ipak yo'li sadosiga sinab beqish maqsadida qatnashdim. Birinchi qitimliq Ipak yo'li sadosini ko'rgan vaqtimda men 26 yoshdim. Shu vaqtdan tortib mening bu Ipak yo'li sadosiga qatnashib, o'zimni bir sinab beqish maqsadim batda. Suyumluk kalpte sevgi izleymen Padiler içidim izleymen bedel Tiplar tuygudan yiyip yemin akşam Bedenin içinde saklanır beden Ey ko'nglim bulg'in sen o'rdi kunga yor
muhabbet köyge cürlügümge yok muhabbet ilgisi muhabbet bilip tur bulgunin korlikim gayo Aman suydu Ümitler içide var otluk ümit Armanlar içide armanı köydü Ümitler içide var otluk ümit Armanlar içide arman köydü Armanlar içide arman köydü Rayonimiz Karxan sahasida oldin qatar turadigan Şinjan Ochun Sol Çelşerikti. Ochun g'ortamlik gazliq ichimligi Mahirlarga omad tilaydi. Salam ustozlar. Ben Özem Qaramaydın. İsmim İlyar buldu. İsim. Neç yaş? 36 yaş. Mening bak gap qilgim kelib ketdi, kichik Da bilan, da bilan. İlyar manga sizlar mening gapim mana bir o'ylab beqinglar, manga ikki odamni eslatdi. Naqshidan, ovozidan, naqshida aytilayotgan puroqlardan manga ikki odamni eslatdi. Birinchisi bizningki suyimli san'atkorimiz, betakrar san'atkorimiz, ustozimiz Mahmud Sulaymon apandini eslatdi. Ikkinchidan bizningki Qaramaydın san'at uchun haqiqiy yurkidan ko'ygan bak payzi mevalarni bergan Akbar Zibon eslatdi. Bizning yeshimiz bak farqlanib ketmaydi-ku. Ag'inam. Ama sen de veray. Buldu. Avval Naqshonga rahmat. Rahmat. Men rastimni desam, boshqa bundaq berilgan bahoyim yo'q. Eng oxirida deydigan gapim, Ramledar rivoyat guruhimiz seni qizg'in qarshi oladi. Rivoyat guruhimizga kelsang, menmi o'xshash ustozimizning shogirdi nomi bilan sizlar bilan billa. Men bir gapni deyishni unutib qolibdim. Bizning guruhdagi bolalar hargiz mening shogirdim hisoblanmaydi. Hisobda menmi shogird. Men shu ustoz san'atkorimiz Mahmud Sulaymon ustozning shogirdi degan nomdan ayrilib qolg'im yo'q. Shunlashqa, mushu mening guruhimdagi barliq o'quvchilar men bilan birga o'xshashlar ustozimiz Mahmud Sulaymonning shogirdi nomi bilan ma'nosizlar. Rahmat. Rivoyat guruhimiz seni qizg'in qarshi oladi. Rahmat, ustoz, rahmat.
Muzika. Yaqin bilan akanda. Muzikasi öğrendim. Ketdim agep. Avval qarshi olamiz. Abay men o'rlishimdagi sabab sizda bir ovoz boyligi bor, bir yingsi. Ajoyib payza. Aning keyin mal eng oxirida minglar bayqidinglar avji ko'tagan vaqtda ajoyib bir chiroyli ko'tadingiz. Shaxsan hamda sizlar hamkorlashni xohlab, sizlar tang mengishni, tang tirishni xohlab, men Kamal gruppasiga vakolatdan, jumladan o'zimga vakolatdan o'rildim. Ya'ni keyin bizning guruhdagi bolalarni aboniyga balkim kuzatgan bo'lishingiz mumkin. Ash bolalar bilan asosan chiqishib ketalaysiz. Uslubinglarni bek tepishib ketmaydi. Sizga men naqshimni bek cho'ngroq naqsh ekan, mavjud ham hisobda. Puroqlari, ushaq puroqlari jiq. Ammo sizning ovoz yingsaringizda boshqacha bir naqshlarni to'g'irlab qolsak, ammo lekin oho, siz ayrim bir dunyo bo'lib siz. Rahmat, rahmat. Kamil kamning aydingda mech degan naqshni aytib qoldik. İlyarlarımız kona. Biz kona. Lekin İlyar Kamil ustoz bilan kona. Kona. Qatnashdim degan gapni deb baqmadi. Hey, bu qitim kelgan mayirlarning ajab bir sapasi yo'qmi? İlhamni bilasizlar. Suydinglik İlham Muhammadni. Tunuymiz. İlham Muhammadning ovoz yingsasiga yaqin qoladi. Yaxshi naqshchi. O mening ijodiyatchim emasmi? Qani birini tanlamdoq. To'xta, ishga qolay. Qag'insa to'g'ri tushunsa. Avvalni ko'rdim. Lekin yadi qambidan surundim biz qo'y. Davomli bilib senda bo'lgan bo'ldik degan. Gaplar oladi ishga bo'lsa. Barliq ustozlarning ish kutmoq uchun yaxshi baho berganiga intayin rahmat. Xo'sh oldim. Men hammalarni bek yaxshi ko'raman. Rasman kichkimdan tatib hammalarning pula tursin ma'lumning texi degan naqshlarni manglab cho'ng bo'lgan. Hammalarni shunchalik yaxshi ko'raman. Lekin men bu sahnaga men bir ustozni ko'nglimga pukib kelgan. Lekin shu ustoz bilan men uchun o'rildi, shunda xush bo'ldim. Mening oxirgi tanishim. Mayli kebab ya. Mayli xogo ya. Mayli mayli qiza ya. Vojon g'ortamlik gazliq suyi. Bir yilning har faslida bahuzur iste'mol qilsangiz, ixtiyorsiz vojonni deb qolasiz. Vojon g'ortamlik gazliq suyi. Zahir Şeyh Ustaz. İpek yolu sadası, suygunun yok şigrası, hoş havazla sevdası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, suygunun yok şigrası, hoş havazla. Arvu Çiçi. Müyesser, mübarek bo'lsin. Müyesser yurtingiz? Xotan shahri. Xotan shahri bugun Xotanning salimini, cho'nglarning rag'batini ilib bugungi programmaga keldingiz degan gap. Undaqda tayyorliklar yaxshimi? Yaxshi. Har bir mahirlarning shundaqla sizning do'stlik birinchi musobaqa, ikkinchi asosda aktual bir kayfiyat bilan musobaqani yaxshi tamomlashingizni umid qilaman. Unda xayrat qiling. Ma'qul, rahmat. Sizni shu sahnada saqlaymiz. Marhamat. Yaxshimizlar televizordagi aziz ko'ruvchilar, men Xotan shahridan kelgan Müyesser Nig'ozi bo'lman. Bu sondagi İpek yo'l sadasi qatnashishdagi maqsadim bo'lsa, o'zimningki naqshi jihatdagi alayligim yoki texnikam bo'lsin qanchalikligini sinab baqish uchun shu İpek yo'l sadasiga keldim.
Rayonumuzda serkertilik rol oynayotgan miras çekiliş şirketi Mahirlarga Ahmet Alaydı. Ya da sen Türk gitsen o zirke pırkı. Ye. Karasın zirkte de ben mirasdan latyalarını yaptım. Ya ama doyun veşi xoğu bu. Bu bek peyze kara çoğun küçük işki kalıp çıkıda tetip baka şununla aksa. Ben miras latyanı biz nakşı yitip ziriksem iyi vatımız abi. Ma açık ya ma o ya? Pişigönük ya. Peyzik yaptım mı bu? 各位评委老师好，我是来自和田市的灭塞尔伊米尔哈子。今年几岁了？22。Küçük kızım gidip demem. Oqamsız ya işlemsiz özünüz? Azir praktik qilib ishladim. Qaysi bir müzik naqsh kasbimi yoki nima kasb? Yo'q, men Lyoganlikda o'qigan, aniki hozir Jodenda ishladim. Bu muzikaning keyin mushundami ya? Xan xon aytgan naqsha bu bak cho'ng naqsha yaxshi naqsha lekin. Ovozingiz bak chiroyli ekan lekin bo'lmuş, ha? Inkas gap bo'g'ichi tugab ketib qoldi bu muzika. Maslahat qilyapti to'qanni Bu naqsha menikidan qisqa kelmay 2014 aytgan naqsham bor. Oxiri bo'lish kerak qasdi. Yo'q, bu shtat tugab. Demişler qaytilishi var. Qaytilish var. Bu xan xon aytgan bir ko'p qismliq kino. To'g'ri. Pek yaxshi naqsha. Jiddiylashib qoldi. Siz bir bala kichik bo'lmaganda bir ovozda bir da agildigan bir puroqni shundoq chiroyli olgandi. Shuni chiroyli olgandi. Shunda Adila bilan biz maslahatlashib ham bir aniq bundan keyin chiqqan maylam shuni diqqat qilsog'idek muzikaning butunligiga. Salom. Ismingizni nima dedingiz? Muyassar. Muyassar. Men ikki qiz ko'z qarashimda deya. Ovozingiz tarafdan ovozingizda haqiqiy bir tamba, tatliq bir tamba. Hem öz aldığı bir xil xoslik var ovozingizda. Bir bolalıqçı, bir pokiz bir ovoz sizning ovozingiz. Demakchi bo'lganim, siz shunda payz etdingiz. Yaxshi etdingiz naqshini. Siz cho'qim tirishsangiz, yaxshi bir naqshchi bo'la olasiz. Yeshingiz kichikkan emasmi? Endi mushu programma orqali mushu 5 ustozninki sizga o'rlanmay qilishi sizningki keyingi yo'lingizdagi taraqqiyotlaringizga hargiz to'salg'i bo'lib qolmasin. To'g'ri. Shunglashqa mening deydiganim cho'qim tirishing. Mushu talantingiz bilan, mushu ovoz ortiqchiligingiz bilan siz ma'o sabablik zarba bo'lib ketmay, o'zingiz tashlab yutib qolmay, agarda siz xohlasangiz, agarda vaqtingiz, sharoitingiz har qaysi taraflardan sizga to'g'ri kelsa, mumkin bo'lib qolsa, mana birinchi bo'lib men mushadiki mendan boshqa 4 ustozning hammasi sizga mushu programmadan sirtqi vaqtlarda biz cho'qim qo'limizdan kelishicha to'g'ri yo'l, to'g'ri yetakchilik qila olamiz. To'g'ri. Rahmat. İnsan degan hamon nima? Biz ko'klaymiz shuna g'amima. Tanlangan ziraat taza burchaqlar, quvvatli yemish, shifoliq retsept bilan tayyorlangan. Saharda bir qacha ruhli bir kunning boshlanmasi, kechda bir qacha harduq ala, miras, qora kunjut, qizil burchaq va jag'day qo'noq umashlari. Kekama yo'g'on naqshi qilma. Orkestra.
Cəsur yigitlərinin aldın tanlışı bulub kelayotqan Şinjan Kamal Xalqara Sol şirkəti Kamal kiyim-kechəkləri mahirlərə omad tilaydi. Ay bugünkü tağımın kiyim-kechiş to'ylashdingiz. Bunun kiyishingni za bilamidim Juma. Qarsomiylik Kamal markasiga kostyumlarning yangi nusxalari chiqibdi. Shunday yarashimlikka. Bo'lmasa ashnadan bir shukur akilaylimi? Mayli, shunda qilaylik bo'lmasa. Ha, ma'qul menga. Salam ekran oldidagi barliq ko'rinmanlar. Qizilsuv oblasti Atush shahri Atush qizi Nurgul Elidin Atush xalqining salomini keldim. Rahmat. Bu sahna yoshlarning bo'lmasdan bizdek yoshlarning, hatto cho'nglarning sahnasi. Shundaqmi ustozlar? Fayza. Sizlar mendan kichik bo'lsanglarmi, hatto bugun mush sahnaning oldida o'tiribsizlar. Shunga chiqib men sizlardan hol so'rag'ach, mush naqshamni olib keldim. Ey rahmat, salomat bo'ling. Men bek hayajonlanib ketib bormaylik. Nurgul aka. Qalaymiz bek Xush kelibsiz. Rahmat. Qarshi olamiz. Rahmat. Men ovozingizni anglab go'mni o'rlab oldim. Tonib oldim ovozingizni. Rahmat. Amaliyotda Nurgul adam Kamilla biladi. Hisobda shu Atush xalq naqshlarininki eng oldin qatardagi ustozlarning birisi. Rahmat. Shunlashqa bizga ustoz. Ayni vaqtda men Nurgul adamning esidim ekan. Nurgul adamlarninki oldiga men bunda bola vaqtimda borgan. Da, esansizdimi? Shunda. Nurgul adamni ko'rib, shu bolaligim esimga babayning oyoqi shu xiyolda bo'ldim. Salomat bo'ling ada. Rahmat. Oilangizga xotirjamlik, teningizga salomatlik yor bo'lsin. Mening gruppamga kelsangiz mushaharli o'tamiz. Rahmat. Rahmat ada. Xush kelibsiz. sizlar tanıyırkensizlar, lekin men ovozini anglablam yuragimga bek ta'sir qilib ketdi. Biz adlama do'stlab dedik, bu naqshlarni aytdik, lekin ma'nodek bir ovoz tusininki ta hozirgacha bog'liq saqlab kelayotganiga men hayron qoldim rasgap qilsam. Uni ustiga Atush xalq naqshlarini men sizlarning og'zingizlardan anglaganda menga bergan ta'siri bu Atush xalq naqshlarini Atushliklardan boshqa odam aytolmaydi deb. Ammo qizlarning bunday aytganini tunji ehtimolishim shunchalik ko'zimga liqqina yosh kelib ketdi mening. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Siz bizga shunaqlama ham Nurgul adamni butunlarni video etay. Nurgul adamni aşağıda to'g'izib qo'ymay birdan pastga tushsam salomat turibsiz. Yaxshi turibsiz. Aşağıda birdan bildirib qo'ysak bo'ladi. Men aşağıda turadi. Bergen bahayinglar rahmat. Sizga baho ketmaydi ustoz. U baho emas, bahoringiz bu ko'ngil so'zi. Rahmat Kamoljon, rahmat. Hozir men o'zim qaysi hissiyatda desangiz oldi bilan shu Ipek sadosini muhtarkam boshliqmish programma gruppasiga ustoz akalarımizga bir rahmatimizni bildirib olgan. Nima ish qildisang biz kichik biz Nurgul adamning naqshlarimizni anglab cho'ng olgan. Hozir bir sani turib biz ham da gerçi kichik bo'lsakmi, mush o'rindiqda biz o'tirdik, asli ustoz o'tirgan edi. Rahmat. Biz kichik turib, bir sani turib, bir xotir qoldirib, sizning naqshingizni anglab biz ikkingiz gaplashishimiz fursatiga erishganligimizda intayin xo'sh. Salomat bo'ling, to'g'ri ishlaringiz yaxshi bo'lsin. Rahmat. Oilangiz xotirjamlik ichiga o'tsin. Rahmat. Rahmat sizlarga. Salom ustoz. Aldı bilan xush keldingiz. Siz jurgimizdan qarshi olamiz. Sizni biz azaldan yaxshi ko'ramiz. Nima ish deganda, Luin deb achaqda dadam apam muzikasini naqsini anglaydi. Shaxsan men shu Nurgul ustozning naqshlarini anglab cho'ng'olgan desam bo'ldi. Garchi o'zim bo'rtlarni qo'yganman. Bizning shu bo'rtlar tarafdami Atushning naqshlarini ajoyib suyib anglaydi. Lekin o'z ko'zimiz bilan ko'rmak ekanmiz-da. Oldin qatim Atush faoliyat qilganda bir kurashgan bo'ldik. Bugun ma sahnada Kaptikensiz edi. Ajoyib xush bo'ldik. Ishlaringiz bereketlik, yaxshi bo'lsin. Sizni davomda qarshi olamiz. Rahmat sizga, bizga ilhom berganingizga. Rahmat sizlarga, rahmat. Sizlarning san'at hayotinglar texnik chaqnasin, texnik parlaq bo'lsin. Hammanglarga mangu yer bo'lsin. Sizlarga rahmat. Rahmat. İpek yolu sadası, suygunu yok şigrası, kuş havazla sevdası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, suygunu yok şigrası, kuş havazla sevdası. İpek yolu sadası. Ben bir aşıqman.
san'atning oshiqiman. O'rganishdan o'rgatishgacha, o'rganguvchidan yetakchi bo'lishgacha qalbim oshiqlikdan, qadimim izchillikdan yenib boqmadi. Bu yükselish jarayonida orzuimning kamal topadiganiga ishondim. Chunki men kamalni o'zimga hamroh qildim. Kamaldan ham ishonch topdim. Kamal kiyimlari yigitlik qaddi-qomatingizni namoyon qilib, mendek har bir orzu egisini kamaliga yetkazadi. Növbətdə səhənə çıxdığan Mahir 2493 numurluq Mahir. Rızvangül Qurban qarşı alımız. Rahmet. Bundan burunqi İpek Yol Sadası programmalarını görüp, muşu yeni qararga qatnashib qalaman deb o'ylaganmi? Ha. Bugungi programga nisbatan tayyorlig'ingiz qandaroq? Bo'ldi, yaxshi. Yaxshi. Musobaqa 2-chi do'stlik 1-chi asosida Mahirlar bilan tang ham sahna, ham nafas bo'lib yaxshi tayyorlik qilishingizni va ifodangizning alayda yaxshi bo'lishini umid qilman. G'ayrat qilib. Salam ihraldagi barcha san'at suyar ko'rinmalar, hatto naq maydondagi baliq ustozlar, G'olji qizi Rızvangül Qurbandan hammanglarga otliq salom. Bu qitimqi İpek Yol Sadası qatnash sababim bo'lsa, o'zim Şinjan San'at instituti doktorat kasbini bitirdim. O'zimning qiziqishim naqshi bo'lganligi uchun, naqshi bo'lgan o't ishtiyoqim bilan bu sahnaga chiqish oldi turibdiman.
hayat teyzin Gülüp yayrat gülüp ketkin A'la süpetlik un mayları bilen hemmimizge sağlamlık ata qılıp kelayotgan Şinjan Başbarmaq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat şirkati Mahirlarga omad tilaydi. Rayonimizda güzellikni söygüchi xonim qizlarning oldin talishi bo'lib kelayotgan. Ramnidar markasidagi ishonchli girim buyumlari bilan hammamizning yoqtirib ishiltishiga muyassar bo'lib kelayotgan Şinjan Ramnidar xalqaro cheklik şirkati Mahirlarga omad tilaydi. O'xshash ish ko'taribdi-ku. O'xshashgina men Başbarmaqning yong'oqmay ekan ma'vo sizning shumi ya? Mening shunga o'xshatdi, ishini bir ichib baqayli, o'xshashmi emasmi? Men bir achay bunasini. Shuki. Ha, mushu, mening mushu. Bu Başbarmaqning yong'oqmay nayt yaxshi chiqdi-ku, shuni o'yitkilam kunab qoldi buningga. Ishkilimiz uyga borib o'yitkilimni xo'sh qilib o'tmaylimi? Anamsi. Salam ekranlı görünmələr naq meydaniga bağlı uçsuzlar. Həmənlərə qolcu qızın Rızvan Gül'dün həmənlərə otlıq salam. Mana. Qarşalımız. Xoş. Töt ustaz. Hoş bulduk, sen öğrendin bana. Siz öğrenildiniz, biz hatırcam bulduk. Bizim öğrenilgimiz var. Bu bir klasik Nakşiminca Yusuf Ustaz icat edildi ki. Bu Nakşim avazını anlap adileşikimiz deydik. Ayşegül malımdaki küçük vaxtdaki bir avaz yingsarı var. Avaz turu var bir xil. Öğrenmeye kaldık. Demiş ki azırak ma'lum sebepler buldu. Hem bizim urunduk sanımız bağansır azlap mağandıkken biz amalımız. Lekin dostumuz Zahir Şah bizlik iş sıkılayıcı kutuldurup siz için urunduk aylandırdı. Biz şundan hoş olduk. Mübarekleyimiz sizden. Mübarek olsun, mübarek olsun. Ameliyatda hemmisinin baskısı var. Lekin buna qarab baksanız asasiyatdan to'shab qoldi. Shunlashqa mening kam tashlagandiki men 5 yil beraman. Sizga aprin, naqshingizga rahmat. Qolgan kamchiliklarni to'liqlab ketamiz. Salomatchilik bo'lsak, amonchilik bo'lsak, mening gruppamda ashi bir tal qizning o'rni batdi-da. Shunlashqa sizni ashaga taklif qilamiz hamda qog'ini ketib qog'ash deyishib olamiz. Ko'nglingizdagi ikki og'iz gapni qilyapti. Bo'ldi. Men bir to'rt adimimga bir rahmat davosam. Birinchidan jafokash ota-onamga rahmatimni bildiraman. Qarindoshlarimning qo'llab-quvvatlashidan mana bu sahnaga keldim. Shularga bir rahmatimni bildiraman. Ikkinchidan o'rilgan ustozga ko'pdan ko'p rahmat. Sizga rahmat. Sizga rahmat. Uchinchidan mana bu sahnani bizga bergan Muxtor Bug'ra akamizga cho'nqur rahmatimni bildiraman. Rahmat. Eng oxirida
Mana mening shu naqsh kasbimga qo'llovchi bo'lib kelgan Ayshigul Ma'lumga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Rahmat Ma'lum. Mana sizmi Ayshigul Ma'lumning o'quvchisimi? Ashta desek bo'ladi. Anglab qila oldik uni. Doktoriyatchilikni o'qidim. Abay sal jiddiyleşib qoldim-chi, shu olib gapirib hech yo'q. Mush Ayshigul Ma'lum meningki shu naqsh hayotimga bir qo'llovchim, ham mening ishonchimni turg'izgan bir kishi deb qarayman. Shunga Ayshigul Ma'lumga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Rahmat Ma'lum. Esir. İpek yolu sadasin, suygunu yok şigrasin, kuş havazla seyrasin. İpek yolu sadasin, İpek yolu sadasin. Güzel arzu hareketke aylanganda hemme kişi baş parmakını çıkarıdı. Hareketki kelip güzel menzilge yüzlengen Şinjan Başparmak dehqonchilik mahsulotları etiş mesuliyet şirketi naqshiladi kuylangan yaxshilarning baxt belgisi. Başparmak estin çıkarmaz yarni çoğmuna. Maydonga chiqadigan mayirimiz 2684 numaralı mayirini sahnaga taklif qilamiz. Arafat, hoş geldiniz. Rahmat. Sahnaga chiqish oldi turyapsiz. Bundan keyin sahnaga chiqadigan do'stlaringizga va shundaqla o'zingizga deydigan qanday yurak so'zingiz bor? Hammamizga omad yor bo'lsin. Jayo, g'ayrat qiling. Yaxshimisilar do'stlar, men ismim Arafat. Bu yil 27 yoshga kirdim, yurtim Qashqardan. O'zim muzika bilan shug'ullanaman. O'zimni Ibek yo'lida qatnashish orqali o'zimning saviyamning qancha ekanligini bilib beqish maqsadida keldim. Sineden açtım davan vesling güpürsat yetmedi. Ne davan uçtum bulutun kalbimge nusret yetmedi. Kalbimge nusret yetmedi. Çaşlarım kurşavda kaldım bigane bir ilah. Ne davan uçtum bulutun kalbim güpürse yetmedi. Kalbim güpürse yetmedi. Şkinim icran şarabi süygü muhabbet camda. Sen gidip canı tinimge bir zevk külpet yetmedi. Ak niyet bulsun sana yar, isterim kundim upar. Şu sinik yüzde ara mikmanı ülpet yetmedi. Mikmanı ülpet yetmedi. Ketsem kilerge yolmuyor, ketsem kilerge yolmuyor. Tanrım bağrımdı kakkuk sayraş kıpırsat yetmedi. Sayraş kıpırsat yetmedi.
fursat yetmedi Sayroşku fursat yetmedi Vadarıq yarsız ömürni Kim degan susistam Keçmişim vakti Küzümdün mihman Ülpet yetmedi Mihman ülpet yetmedi Mihman ülpet yetmedi Rayonumuzda güzellikni söygüçi hanım kızlarının aldın talışı bulup kelavatkan. Ramnidar markesidagi ishonchlik girim buyumlari bilan hammamizning yoqtirib ishlatishga muyassar bo'lib kelayotgan Xinjiang Ramnidar xalqaro so'lchek shirkati Mayirlarga omad tilaydi. Adaş yaxshimi? Yaxshi adaş. Yaqin yaqtiranda yaxshi o'yin ishlatsa. Hemen yaqin bu Ramnidar markesidagi bir yurish mahsulotlarini ishlatayotgandim. Ko'rib baqa. Buning ichida kirpik uzartishlarki, anondan keyin oqartish buyumi bor ekan. Oqartish buyumi bak, teriga bak yaxshi singadi ekan. Ishlatib ko'rib baqa. Ma'qul, rahmat. Men ishlatib ko'rib baqay. Ma'qul. Salam. Ustozlar. Hammalarning sho'xtana xayrlik bo'lsin. İsmim Arafat, o'zim Qashqardan. Kesin. Qaysi maktab bitirdim, nima ish qilasan? Sen maktab bitirdingmi yoki? Men muqam kasb o'qigan. Kamil, ko'nglimizgidek birisi chiqdi. Birba. Ammo men chidamayman. Xo'sh, unda hozir boshdan boshlab gaplashaylik. Chidg'il olmaydi ekan bu bolaga. Gap bilan cho'ng olgandan keyin. Yo'q, mantiqa yeni g'uljilik o'xshaydi debdim, hozir odillarga g'uljilik desa, yo'q Qashqardan deydi. Cubada boshi ingve tiyambada ishlaydi. Qanshixo. Amdi isim geldi. Bu ne gördüm demen. Niçin iş var? Bildim. Baba, ben kongo bu fikrim. Cazgom çalsa zakame. Ben özüm bizim Qashqarda yurdik vaqtda to'moq topolmay özüm 3 yil hem juchang hem kushobib ishlagan. To'g'ri. Arafat yaxshi naqshchi. Mushad o'tag'an hammaylar bilamiz. Mush o'tag'an naqshchilarni biladi. Arafatga gap ketmaydi. Hamda mening deydigan gapim Arafat eng muhimi bizniki sevimli san'atkorimiz, betakrar san'atkorimiz ustozimiz Mahmud Sulayman bilan bir jutdin. Qashqardan kasbda haqiqatan qoyil qilgidek yaxshi naqshchi. Biz hozir seni talashish bosqichiga kirib qoldik. Shunlashqa deydigan nurg'on gaplar bor, lekin vaqtni sal qismasak bo'lmaydi. Men yurakdagi gaplarni demasammi, mening balkim yurakdagi gaplarim sana 5 qo'ldek ayon. Shuni men balkim o'ylaganimdanmi ko'proq holatda shart-sharoitlar bilan balkim sen ko'nglingda o'ylagan, yetmoqchi bo'lgan o'zingning orzularing bo'yicha sen o'ylagan sharoitlarni hal qilib berishga meningki ishonchim komil. Shunlashqa seni Saat yo'qmi? Shunlashqa seni suyimli san'atkorimiz, betakrar san'atkorimiz, ustozimiz Mahmud Sulayman apandi boshchiligidagi rivoyat guruhidagi barcha shogirdlarga vakolatan Ramnidar rivoyat guruhimizga kelishingni chin ko'nglimdan umid qilaman. Uning bilan birga mayli sen qaysi guruhga kirishingdan qat'iy nazar, sening bugungi mushu ifodangga meningki azroq ko'ngil so'g'an bor. Soat bor, Odila. Men to'liq tayyorlik bilan kelgan. Ale saat male. Mavi aqsh emas. Öğremi hesaplasam bo'ladi. Masalan, naqshesam öğren bo'ladimi bir yilda? Kilosini qancha puldan oldingiz? Mushu programmaga qatnashganingni men chin ko'nglimdan mushu kasbga bo'lgan o'tdak ishtiyoqingga, kasbga bo'lgan tirishchanligingga men izzat hurmatimni bildirish maqsadida mushu sovg'atni
Şah markasındaki saat. Addi bolsun. Ala, öğren bunu demez. Bir yaz baksan öğren bunu demez. Belki bu sana maskenmesi mümkün. Amma lekin bu mening ko'nglim. Ko'ngil degan. Hozir Arımaranga o'tib qo'ymaymi? 20-30 ming 40 ming o'rim bor. Mushunda bir vaqtlarda shu Mahmud akamizning shogirdi palonchi so'qiganda bir eslik bo'lib qoladi sana. Rahmat. Endi men bir ish gap qilay. Birinchidan do'stimiz Abduli Sattarning ijodiyati bilan Abdusalam Abdulla ijrosidagi Visolnoma degan naqshni nihoyat yaxshi o'rladim. Xuddi men oldin qara ipak sadosidagi inim Abaydullahni ko'rgandek bo'ldim. Sen Abaydulladek aytmadan o'zingning uslubida aytding, lekin shuni aslida men shu vaqtga olatlarni bunda qarab baxsang, hozir biz ustozni qatqanda 11 odam degana biz. Bu 11 odam futbol maydonidagi 11 to'pchiga o'xshaymiz biz. Masalan, to'pni yaxshi ko'ramsan? Yaxshi ko'raman. Masalan, Siloni o'yla, Silo Xuangmada vahshiy o'ynadi. O'ynab oxirida o shataga ketib qoldi. Nima uchun-da? U o'zining o'rnini va o'rnining barbara to'yilib ketganligini his qildi. Nurg'un to'pchilar, noch to'pchilar va o'zining tibo o'tirib qolganiga sabablik o'zining jontaysini shu klub joriy qildiranmaslik sababidan boshqa klubga yetib keladi. Shundaqo, sen bunda qarab baq. Bunun Avropada asosiyatdan hujumchining hammasi bor. Bizning Avropa qarasang, men o'ng bilan solda o'tirib oldin o'ynaydigan bir hujumchiga muhtojman-ku hozir. Qolgan hammasini o'tir maydonini oldi-keyin tashkillab oldim. O'zim varta turman. Shunga boshqa Avropaga borsang hujumchi tibo o'tirib qolsa afkam. Amal va saat kim aldanma, boshqa narsaga aldanmaysan. Oldin qarada qo'shmoq chempionlarini o'ylab turib biroq, oxirida men Jonxo'y ferimni yuqoriroq ko'taraman desang, bizning bosh barmoq Avropasini bosh barmoq shunda qilishga tirishadi. Gipim chigida. Ama ettigen Kamilkan bilan ikkimiz musobaqa o'ynagan bir maydon. Kamilkan menga turib qo'ygan, shuni bilsang bu. Uni oldicha. Uni oldicha. Shuna diqqat qil. Milliy bizning muqam bir kas tikamiz degana biz. Abay tekst azdingo, sal kiskar ketdi. Bu masala emas. Lekin muqam yodlaydigan odam klassik ağılını böyle klasiklikten edip bana alaydı degene. O nersini sen biz özara qila alaymiz. Şuna mening görüpmem kelsen, meningçe seni men oң ucumu qo'yma. Jiqroq numeraldiga yerda bo'lishing mumkin. Oltin top sahip bo'lib qolishing mumkin vaqt kelganda. Bizma tiybo'ga chiqarib qo'ymaymiz. Qazan tiybo bo'lib qolsa diqqat qil, mening gapim tugadi qarqo'sh. Biz tiybo'ga chiqarib qo'ymaymiz. Diqqat başqa ko'rib hujumchilar blackjack diqqat qilib o'yna, diqqat qil. Biz yana chiqib qo'rilib qolgan bo'ldikmish. Bular hayajonlanyapti. Menda soat yo'q qarab qolgan beray desam, ya top tushunmaydi ekanman. Ammo mening gruppam bu aniqlab yaxshi chilimlar bor meni. Mayrimizmi hujum qilma debla kepti, es qildinglarmi? Hujum qilma debla kepti. Hujum qilmaydigan har qanday mayirlarga bizningki albatta kelinglar deymiz. Ehtiyojimiz bor ham rost demsak bo'lmaydi. Hamda bizning guruhga kelsam Arafat inim. Yanıl dağlıq komandalarda to demem siz. Tamam mıyım? Sizlar o'zingiz eng yaxshi ko'radigan bir asarni eng yaxshi holatda o'rindab chiqishingizga kapolatlik qilaman. Aqlliq. Bazir qiballarcha adila aqlliq. Aql ishlat. Milliy profil bakan, muqam kelsa. Ha shu. Rahmat. O'zing asosan bildingmi 5 yilimiz var. Hem de o'zing o'ylab qo'ygan ishing bor. Sen hozir bu Polatkamdan gündirin Xinjongya deb Adilani ko'rsatib qo'ysa, sen Adila tarafga kirib ketsang bo'lmaydi. Adila ko'rsatma, o'ziga ko'rsatdi. Shuni qara hozir vujud degan gongo qilsa Dilshod aynib qo'ygan. Mening da'vatgan gapim quruq gap emas. Saati bor gap. Quruq gap emas mening da'vatgan gapim-ku. O'l gap. Ma'vo. Azma. Altın top. Ma'vo o'zimizdan-ku. Ma'vo o'zimizdan. Aqlliq. Biz ko'nglimiz, xiyolimizda arzu qilgan, xohlagan bo'yicha har qanday sharoitda qilsak bo'ladi. Xo'jayinim albatta men birinchidan shaxsan qoyil bo'ldim. Nimishqa o'sha yoshda ma Naqshbek ta'sis naqsha, bu naqsha bizning 6-qarar Kamal akamning guruhida balla aytib natijaga erishgan naqsha. Buni odatda chiqiblamada aytma deb ayt qilinmaydigan naqsha. Dilshod akam ajoyib yaxshi yapadi, naq maydon chaldirib
Naq maydandagi eksat ajoyib yaxshi bo'ldi. Balkim bu inimning ko'ngliga pukkan bir muallim bor. Hozirgi bu kallasida, hozirgi bu saviyasida bu inim birini o'ylashmay, sahnaga chiqmaydi. Shunda bo'lsa-mu ba'zida qaror o'zgartirish o'zining erkinlikdagi ish. Abayni biz talashyapmiz, gap davatimiz, hamma guruh o'xshash. Bu yerda A guruhi deganmidan nochi, A guruhda natija bitilmadi. Amaliyotda bolalar kim nochi olsa shu chiqdi. Orzuyinglarga yetishinglar. To'g'ri. Orzu Hammalarga baraka fikrlarni xush bo'ldim. Rahmat. Avaro manglar deb o'tmamsa. Ilim avaro bo'lganlig'a deb turibsiz. Jirak pok. Teşekkürler bo'lsin. Oxirida mening deydiganim, mening o'sha chiqishimga kaynimda yara yo'lak bo'lgan opam bilan dadamga rahmat. Yigit. Ikkinchidan pastda meni qo'llab turgan ayolimga rahmat. Esa meni tanlashim kishiga nurg'un go'zallik mujassamlangan. U ba'zida sirliq, ba'zida nafs, ba'zida jalbkor bo'ladi. Go'zallikda yuksalish uchun nurg'un sinoqlarni boshdan kechirishga to'g'ri keladi. Men go'zallik yo'lida kaskinlik ham talabchanlikdan to'xtab qolmadim. Bu yo'limdagi hamrohim Ramlida. Birinchi darajalik mukofotga erishgan Mayerni Xinjiang Hojun Sochek şirkati 20 ming yuan qiymatidagi pianino bilan mukofotlaydi. İkinci darajasiga erishgan Mayerimiz bo'lsa, Xinjiang Miras şirkati 15 ming yuan qiymatidagi elektronlik qurilma bilan mukofotlaydi. Üçüncü darajalik mukofotga erishgan Mayerni Xinjiang Kamal Sochek şirkati 10 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan tartiqlaydi. To'rtinchi bo'lgan Mayerni bo'lsa, Xinjiang Başbarmaq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uli şirkati 5 ming yuan qiymatidagi gitar bilan mukofotlaydi. 5. darajaga erishgan Mayerimizni Xinjiang Ramnidar xalqaro so'lchak şirkati 3 ming yuan qiymatidagi tutlar bilan mukofotlaydi. Yepak yo'li sadasi, suyguning yo'q chehrasi. Xush ovozlar saynasi, yepak yo'li sadasi. Yepak yo'li sadasi, suyguning yo'q chehrasi. Xush ovozlar saynasi, yepak yo'li sadasi. Kadın ipek yolida jaranglaydı kongura. Gitar kengri dalaga, kuy naqshimiz bekira. Gümüş tağlar çok esi, nur qaytıdı yürekke. Güç birdi naqshimiz tümelligen çiçekke. Kuş berdi naqshimiz tümelligen çiçekke. İpek yolu sadası, suygunun yok çigrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, suygunun yok çigrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. Yepak yolu sadasi, sevginin yok çigrası. Yepak yolu sadasi, kuş avazlar seynası. Qadim ipek yolida jaranglaydi qo'ng'uroq. Gitar kengri dalaga,
naxşimiz bek yirak. Bir yürekte